O'zgidromet O'zbekistonda kutilayotgan 4, 5, 6 va 7 aprel uchun ob-havo prognozini e'lon qildi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Ushbu videodan to'liqroq xabardor bo'lish uchun iltimos videomizni oxirigacha ko'ring va like tugmachasini bosib kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Siz shu orqali bizning mehnatimizni qadrlagan bo'lasiz. Diqqat qiling. Qoraqalpog'iston Respublikasi Xorazm viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 4-5 aprelda yog'ingarchilik kutilmaydi. 6-7 aprelda ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 4-5 va 6 aprelda 8-13 daraja, 7 aprelda esa 6-11 daraja, kunduzda esa 4 va 5 aprelda 20-25 daraja, 6 va 7 aprelda 15-20 daraja bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. 5 va 7 aprelda ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 10-15 daraja issiq, kunduzi esa 4 aprelda 20-25 daraja, 5 aprelda 23-28 daraja issiq bo'ladi. 6 va 7 aprelda 15-20 darajagacha pasayadi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Sharqiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, g'arbdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. 6 va 7 aprelda ba'zi joylarda 13 va 8 metr/sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 4 aprelda 12-17 daraja, 5 va 7 aprellarda 10-15 daraja. Kunduzi 4 aprelda 17-22 daraja, 5 va 6 aprelda esa 21-26 daraja, 7 aprelda 13-18 daraja issiq bo'ladi. Surxondaryo va Qashqadaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Faqat 5 aprelda yog'ingarchilik kutilmaydi. Sharqiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, g'arbdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 4, 5 va 6 aprelda 12-17 daraja issiq bo'ladi, 7 aprelda esa 10-15 daraja issiq bo'ladi. Kunduzda 4 aprelda 20-25 daraja, 5 aprelda 24-29 daraja issiq bo'ladi. 6 va 7 aprelda esa 15-20 darajagacha pasayadi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 4, 5 va 6 aprelda 12-17 daraja issiq bo'ladi, 17 aprelda esa 10-15 daraja. Kunduzi 4, 5 aprelda 20-25 daraja, 6 aprelda esa 22-27 daraja issiq bo'ladi va 7 aprelda 13 va 8 daraja bo'ladi. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Sharqiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, g'arbdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Momaqaldiroq paytida 13 va 8 metr/sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 4, 5 va 6 aprelda 5-10 daraja, 7 aprelda esa 3-8 daraja issiq bo'ladi. Kunduzi 4, 5 aprelda 10-15 daraja, 6 aprelda 12-17 daraja va 7 aprelda esa 5-10 daraja issiq bo'ladi. Hurmatli tomoshabinlar, eng so'nggi va dolzarb mavzulardan birinchilardan bo'lib bilishni istasangiz kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.